Uning yuragida shafqat yo'q. Undan qochishni deyarli iloji yo'q. Uning o'ljasining ichida sayyohlar ham bor. Uning tishlashi albatta o'limga olib keladi. U oyog'imni tishladi. Men bo'yniga osilib undan qutulishga harakat qildim. Biz odamlar bedarak yo'qoladigan joyga yo'l oldik. Bu joydan qaytishga hech kim kafolat bermaydi. Bugun biz dunyodagi eng xavfli va eng qo'rqinchli maxluq bilan yuzma-yuz kelamiz. Uning bir tishlashi ko'p hollarda o'limga olib kelishi mumkin. Zaharli tishlari uchun emas, balki so'ligidagi juda ham xatarli bakteriyalar tufayli. Eng qizig'i, bu yerga kelish uchun naqd 3 ta samolyotda alishtirdik. Komodo oroliga yetib kelish bu alohida sayohat. Men Toshkentdan uchdim. Avvalo Malayziyaga 8 soatlik parvoz. Keyin yana uchish 3 soat Baliga va nihoyat 1,5 soatlik so'nggi parvoz. Labuan Bajo, Komodo oroliga kirish darvozasi. Welcome to Labuan Bajo. Biz Indoneziyaning Labuan Bajo orolida to'xtadik. Aynan shu yerdan Komodo oroliga boriladi. Bizning yakuniy manzilimiz Komodo ajdarlari. Tasavvur qiling, yer yuzida dinozavrlarni eslatadigan haqiqiy ajdarlar hali ham yashamoqda va ular faqat Indoneziyaning Komodo orollarida. Bu ajdarlar, ya'ni sayyoramizdagi eng yirik kaltakesaklar, uzunligi 3 metrgacha, vazni esa 100 kilogramgacha yetadi. Ular soatiga 20 kilometr tezlikda yugura oladi va juda kuchli tishlashga ega. Ilgari olimlar ular faqat og'zidagi bakteriyalar bilan o'ljani o'ldirishga qodir deb o'ylashgan, lekin keyinchalik ularning zaharli bezlari ham borligi aniqlandi. Ularning zahari qon bosimini tushiradi va o'ljaning qon ketishini kuchaytiradi. Komodo ajdarlari qo'rqinchli va hayratlanarli. Ular yovvoyi cho'chqa, maymun, buyvol, hatto boshqa ajdarlarni ham yeyishi mumkin. Ha, ular kannibal hisoblanadi. Go'dak ajdarlar esa kattalardan qochib daraxtlarga chiqishga majbur. Eng qizig'i, urg'ochi ajdarlar parfenogenezga qodir. Ya'ni ular erkaksiz ham tuxum qo'ya oladi. Bu esa populyatsiyani saqlab qolishga noyob yo'li. Afsuski, Komodo ajdarlari yo'qolib ketish xavfi ostida. Ularning soni yil sayin kamaymoqda. Shuning uchun ularni himoya qilish nafaqat Indoneziya, balki butun insoniyatning burchidir. O'rtoqlar, soat ertalab 6:30 va biz yer yuzida yagona qolgan dinozavrlarni ko'rgani yo'lga tushdik. Go'zallikni qaranglar, go'zallikni. Biz asosiy oroldan 1 soat avval chiqib ketdik. Avval Padar oroliga kirib o'tamiz. U yerga yetib olishimiz uchun yarim soat vaqtimiz ketadi. Undan keyin 2 soatlik yo'l Komodo oroliga. Komodo orolida biz o'sha ajdarlarni yaqindan ko'ramiz. Qanday yashashadi, qanchalik xavfli ekani. Qisqacha aytadigan bo'lsam, Komodo ajdarlari bu dunyoda yashaydigan yagona ulkan katta kaltakesakdir. Biz yo'l-yo'lakay Padar oroliga tushib o'tdik. Hech qanaqa rejamiz yo'q, lekin biz tushib qolgan joy go'yo boshqa olam. Demak, o'rtoqlar, biz Padar oroliga keldik va bu yerda dunyoda eng go'zal manzaralardan biri mavjud va ammo u yerga chiqish ozgina qiyinroq. Taxminan yarim soat tepaligiga ko'tarilishimiz kerak. Odamlar qaranglar ko'pligida. Ekan go'zallik. To'g'risini aytsam, bu manzara hayotimdagi eng go'zal manzara bo'ldi. Bir degan odam yig'ilib ketdi bor. Terlab ketganim qaranglar. Yarim soatda chiqib oldim, uddaladim. Qaranglar bitta. Arziydi shuncha yo'lga. Padar oroli rostdan ham go'zal, ammo biz yo'limizni davom ettirishimiz kerak.
Komodo ajdarlari juda xavfli hayvondir. Ular juda qo'rqinchli ko'rinishga ega. Ular buqalarni, maymunlarni, kiyiklarni, hatto odamlarni ham yeyishadi. Masalan, o'tgan yili bir mahalliy yigitga u yigit emas, lekin o'sha yerlik odam unga komodo ajdari hujum qilgan. U o'sha paytda asal terish uchun o'rmonda bo'lgan. Komodo ajdari unga hujum qilgan, lekin shukrki, u hozir tirik, ammo endi u to'liq yura olmaydi. Nogironga aylangan. Komodo ajdarlari juda tez yuguradi. Lekin to'g'ridan to'g'ri hujum qilishmaydi. Ular asosan yashiringan holda ov qilishadi. Dag'al va yalqov ko'rinishi mumkin, ammo aslida juda xavfli. O'rtoqlar, Komodo qishlog'ida 100% aholi musulmon. Bularning asosiy daromadi faqatgina baliqchilik va turizm. Ayni damda. Hozir ko'rganinglar bu shunchaki ajdarlarning yosh bolasi. Hozir esa boradigan joyimizda ajdarlarning haqiqiy katta bolalari yashashadi. Ana o'sha yerga iltimos qildim, olib boringlar mana deb. Hozir ketamiz. Oh. We're gonna go there to see more dragon, right? Yeah, You want to see more dragon, right? To meet the rangers, right? Yeah, okay. Bu yerga ajdarlar kelib turishadimi? Ha, goh-gohida kelib turishadi. Be careful, yeah. Demak, biz ajdarlar yashaydigan hududga keldik. Hozir ularni qidirish bilan boramiz. Yon atrofga qarab yurishimiz shart ekan, chunki birdaniga chiqib qolishi mumkin ekan. Aytingchi, komodolar bilan qo'shni bo'lib yashash qanchalar xatarli? Albatta, xatarlik, ammo sen o'ylagandek emas. Chunki komodo ajdarini ov payti fokusi odamlarga qaratilmagan. Asosiy ozuqasi bu albatta hayvonlar. Echki, tovuq va yovvoyi cho'chqalar. Xullas, komodo och payti odamga har doim ham tashlanavermaydi. Ammo men internetda komodolar bir nechta yosh bolalarni yeb qo'yishgan deb eshitgandim. Bu rostmi? Ha, to'g'ri. Shunaqa hodisa bo'lgan. Ancha yil oldin Singapur va Shvetsariyadan kelgan sayyohlarni bir nechtasini komodo ajdari o'ldirib yeb qo'ygan. Ammo bu ancha oldin bo'lgan. Ha. O'rtoqlar, ularga qarshi faqatgina mana shunday tayoq bor. 30-40 metr narida komodolarning ini bor. Ha. Okay. Ular yotgani bilan aslida dam olayotgani yo'q. Ular shunchaki o'lja olash uchun kamuflyajda. Mabodo oldiga yaqin masofaga kelsangiz, komodo ajdari darrov tashlanadi. U juda ham tezkor. Tezligi 20 km/soatga. Asosan hayvonlarga ov qiladi. Odamlarga esa kamdan kam. Qo'lingizdagi cho'p qanchalik effektiv komodoga qarshi? Bu cho'p komodani bo'ynidan ushlash uchun. Agar menga tashlanish uchun yaqinlashsa, men uni boshiga shu cho'p bilan tirab to'xtatishga harakat qilaman. Ha, shunda u cho'pdan qo'rqadi, to'g'rimi? Ha, shunda u to'xtaydi. Ammo bu cho'p ham unchalik yetarli emas. Chunki ajdar juda ham kuchli. Ushbu ajdar taxminan 40 yosh atrofida. Komodo ajdarlari taxminan 60 yoshgacha yashaydi. Komodo oddiy hayvon emas, u har kun ham ovqat yemaydi. U bir marta ovqatlanganda 40 kilogrammgacha go'sht yeydi. Keyin esa bir oy dam oladi. Ov qilmaydi. Avval telefonimni hayvonimga solib olay, xo'pmi? No problem. Chunki sizlarni ajdardan himoya qilishim kerak. Yugurishga tayyormisizlar?
For honey? Ha, yugurishga. Ha. Yugurishga. Yeah. Hazillashyapman albatta. Qani, tayyormisiz? Okay. Ketdik. Sizlar fransuz tilida gaplashasizlarmi? Yo'q, biz o'zbek tilida gaplashamiz. Biz O'zbekistondanmiz. O'zbekiston. We're from Uzbekistan. Ha, men sizlarni futbol bo'yicha o'yinlaringni ko'rgandim va sizlarni tabriklayman. Jahon chempionatiga chiqqaninglar bilan. Yeah. Ha, biz ilk bora jahon chempionatiga chiqdik. History. Yeah. Deyarli har bir indoneziyalik fuqarolar bizning futbol haqida eshitgan. Demak, hozirda aynan iyun payti bularni, ya'ni ajdarlarni qo'shilish mavsumi, ya'ni ko'payadigan mavsumi. Shuning uchun hozirgi paytda uchratish uchun ularni juda ham omadli inson bo'lish kerak ekan, ularning aytishi bo'yicha. Juda oldin uzoq yillar avval shu yerda bir shvetsariyalik sayyoh guruhida adashib qolgan. U nima qilgan deb o'ylaysiz? U qushlarni suratga olish uchun guruhdan ajralgan. Chunki u professional fotograf edi. Shundan keyin guruhi uni 5 soatdan ortiq izladi. Lekin topisha olmadi. Hatto jasadini ham. Ko'pchilik taxmin qiladiki, ehtimol uni Komodo ajdarlari yeyishgan. Bu faqatgina bitta hikoya. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1970-yildan hozirgacha 30 ta odamga Komodo hujum qilgan. 30 ta voqea bu rasmiy ma'lumot xolos. Bu son katta emas. Lekin bu shunchaki raqam ham emas. Demak, bu Roman akamiz shu yerda yashaydilar. Bularni qachondir o'sha ajdar ishlagan va mana shunday holatga kelib qolganlar. Ismim Roman. Men Komodo ajdari hujum qilgan voqeani so'zlab beraman. O'sha payti men o'rmonda asal qidirayotgandim. Daraxt tepasida asal ko'rib qoldim. Lekin yonimda Komodo ajdari borligini payqamadim. Masofa taxminan 5-6 qadam edi. Men daraxtga qarab turgan paytda u to'satdan menga qarab yugurdi. Meni quvlashni boshladi. Men ham qochdim, orqamga qaraganimda shok bo'ldim. Yugurib ketarkanman, men 3-4 qadamda kichik daraxtga urilib yiqilib tushdim. Yiqilganimdan so'ng orqamga qaradim. Komodo allaqachon tishlashga ulgurgandi. Ha, mana shu yerimdan. Brother, Oh yes. what will happen? Uni silab ko'rmoqchi bo'lsam nima bo'ladi? Ular ilon kabi reaksiya bildiradi. To'satdan harakatga tushadi. Chunki ularning har bir teri parchasida sensor mavjud. Shuning uchun ular to'satdan tashlanishi mumkin. Ular ilonlar singari terini to'liq almashtirishadi. Ha. U oyog'imni tishladi. Men bo'yniga osilib undan qutulishga harakat qildim, lekin chiqib keta olmadim. Shu paytda men pichoqni oldim, o'zimni qutqarish uchun pichoqni olib Komodoni urishga tushdim. Komodo men unga xavf tug'dirayotganimni his qildi va qo'limni qo'yib yubordi. Lekin keyin yana mening boshqa oyog'imni tishlashni boshladi. Shu joydan to bu joyimgacha tishlab tashladi. Bo'ynimni tirnab tashladi. Oyog'imni tishlab turgan paytda refleks sifatida qo'limni og'ziga tiqishni boshladim. Og'zini ochishga harakat qildim. Lekin uning tishlashi juda kuchli edi. Qo'lim yarimga bo'linib ketdi va shundan keyin qo'lim qattiq bo'lib qoldi. Va keyin men hushimdan ketdim. Qancha vaqtga bilmayman. Komodoning boshqa ovqatlari ham bor. Masalan, bu yerda ular oxu yeydi, ba'zi joylarda maymun ham bor. Lekin bu orolda yo'q. Bu yerda maymunlar umuman yo'q. Ular qo'shni orolda. Masalan, Rinchi orolida, Rinchi haqida eshitganmisiz? Bu yerda ham ajdarlar yashaydi, taxminan 1300 ta. Ammo eng katta populyatsiya aynan shu yerda. Komodo orolida. Bu yerda kamida 1600 ta Komodo ajdari yashaydi. From data.
Meni aholi kechki soat 19 da evakuatsiya qilishdi. 6 soat o'rmonda tirik qoldim. Ular Labuan Badjoga xabar berishdi. Men taxminan 1 oy kasalxonada yotdim. 5 marta operatsiya bo'ldim. Hozir ham shifobaxsh dori vositalarini qabul qilib yuraman. Komodo ajdarlari juda ham xavfli ota-onalar hisoblanadi. Ular hatto o'z bolalarini ham ov qilishi mumkin. Shuning uchun kichik ajdarlar tug'ilgandan keyin darhol daraxtlarga chiqib ketishadi. Faqatgina balandlikda ular o'z jonini saqlab qolishlari mumkin. Ularni yerda nafaqat yirtqichlar, balki o'z ota-onasi ham xavf tug'diradi. Chunki komodo ajdarlari kannibal hisoblanadi. Komodolar o'z farzandini yeydi. Ha, o'z farzandini. Bu erkak komodo. Aslida erkak komodo urg'ochisining o'zidan ancha katta bo'ladi. Biz uning tanasini kattaligidan, terisining rangi va uzunligidan farqlay olamiz. Lekin qizig'i shundaki, urg'ochi komodo ancha faol va hujumkor. Ayollarga o'xshab. Insonlarga o'xshab. Ha. Qarang. Meni orqamda turgan komodo hali ham kamuflyajda. Bu ularning strategiyasi. Shunday qilib ular ov qilishadi. Tinch turib nishonni kuzatadi. Bu yerda komodoning asosiy ovlari yovvoyi cho'chqalar. Chunki komodo musulmon emas. Komodo individual hayot kechiradi. Ular guruhda yashamaydi. Har biri o'z yo'li bilan. Qarang, men orqamda turgan erkak komodo, u yolg'iz, haqiqiy yolg'iz. Hech qanday do'sti yo'q. Lekin komodo faqatgina hudud uchun kurashadi. Yoki ovqat uchun. Aslida komodo hech qachon ovqat ulashmaydi. Agar biri ov qilsa, boshqasi ham yugurib keladi. Qon, go'sht hidi tarqaladi butun orolga. Shunda avtomatik ravishda hamma komodolar yugurib keladi. Hammasi go'sht uchun jang qiladi. Bironta komodo menda ortiqcha go'sht bor, marhamat deb aytmaydi. Shuning uchun ular doim hudud uchun, go'sht uchun kurashadi. Komodo ajdarlari olami juda ham hayratlanarli va qiziqarli. Agar sizga ham bunday tabiat mo'jizalari qiziq bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va o'z fikrlaringizni izohda qoldiring. Yangi sayohatlarda ko'rishguncha